Assalomu alaykum Tornado Dirabilkalari YouTube kanali obunachilari. Xudo xolasa bugun Farg'onada katta bir fermaga tarozilarimizni olib keldik. Xudo xolasa bu tarafda mana Shokajon akamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Xudo xolasa tarozimizni olib keldik. Ha. Tornado obunachilari uchun addushi tarozilarni olib keldik. 500 kilolikni ham, 2 tonnalikni ham olib kelib qo'ydik mana. Bitta mollarimizni ham tortib ko'rsatyapmiz. Endi otlarimizni ham ko'rsatyapmiz. Aha. Bu 2 tonnalik tarozi. Bitta ko'rsatadigan bo'lsak mana. Nolligini ham bitta ko'rsatib qo'yaylik. Eng asosiysi mana nolda turibdi. Sirojbek. Aha. Nolda? Nolda turibdi mana. Endi bitta chiqib ko'rsatib beraman. O'rtasiga bir yo'l qadam bo'lsa, necha kilomi? 72,5. 72,5 to'g'ri ko'rsatyapti. Endi bu O'zbekiston bo'yicha shu tarozimizdan yetkazib ishlatib ko'rsatib beramiz, Sirojbek. Bu narx necha pul bundan aka? $550 qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'yicha. Endi bitta 500 kiloligimiz bor. Mana. Qo'y boqadiganlar uchun, ha? Qo'y boqadigan aka-ukalarim uchun mana bunisiga keladigan bo'lsak, bu $330 O'zbekiston bo'yicha dastavkasi bilan. $330. Ha. Agar yo'q, o'zim olib ketaman degan odamlar uchun bo'lsa, $300 dan. Tekis. Tekis ham. Aha. $30 dastavkasi uchun qo'shiladi. Qo'shilyapti, ha. Ba'da o'sha mollarimiz nima uchun olding, nima uchun taroziga qo'yilyapti degan savollarga javob. Buni tarozimizni olganimiz sababi bir sotib olgandan keyin necha kiloligini tortamiz. Bir oydan keyin necha kiloga o'zgardi yoki sotayotganda ziyon ko'rmasligi uchun. Ha, bozorga olib chiqmasdan oldin, ha? Bozorga olib chiqmasdan oldin konkretni bilib turib, o'shaning uchun berildi bu fermaga. Ha, bu fermaga o'shaning uchun berildi. 15 kundan, bir oydan o'lchab turishar ekan o'zlari. O'shaning uchun bu mollar bu fermaga tarozilar bu fermaga berildi. 2 tonnalik tarozi berildi, xullas, hurmatli obunachilar. Narxini $550 O'zbekiston bo'yicha. Bu Tojikiston bo'yicha ham amal qiladi. $550 Tojikiston bo'yicha, $550 ga. $330 ham kichkinasi Qo'yniga. Tojikiston bo'yicha yetkazib ishlatib ko'rsatib beramiz. Aha. Mollarimiz mana ko'rsatib o'tganingizdek, ko'rib turganingizdek. Aha. Agar hurmatli obunachilarimiz sizlarga ham qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranda telefon nomerlarini qoldirganmiz. Bemalol aloqaga chiqsangizlar, tarozilarimiz yetib borgandan keyin pulni to'lab Albatta. olib qolishaveradi, ha? Yetkazib ishlatib ko'rsatib beramiz.